Assalomu alaykum, Namangan taxta bozorining kuzatuvchilari. Hop, bizga mana juda ko'p so'rov bo'lgan qalin shpuntli polli taxtamiz keldi. Shuni taxtani holati bilan, narxlari bilan video davomida tanishtirib o'tamiz. Sizlardan iltimos videomizga bir dona like bosib, ko'pchilikka tarqalib manfaatli bo'lishda o'z hissalarini qo'shib qo'yasizlar. Hop, video davomida bu taxta haqida ma'lumot berib o'tamiz. Hop, bu taxtamiz razmeriga keladigan bo'lsa, shpuntaning holati 11.3, qalinligi 2,7, uzunligi 4 metrli, quruq suxoy, zavodskoy, shpuntli polli taxta. Xudo xolasa taxtamiz 100% sasna, puxta kedira, xudo xolasa aralashmagan. Pachkani ichlari ham chiroyli, to'rtburchak, to'rqira. Taxtamizni xudo xolasa katta butog'i, vannasi, garbili, obzorlari chiqmaydi. Mana keyin shpuntlari ham xudo xolasa yumaloq tig'da ochilgan, e'tibor bilan akkuratni bir tekisda ochilgan. Bir-biriga tushishga muammo qilmaydi. Xudo xolasa e'tibor bilan chiroyli qilib bir tekisda ochilgan. Ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa bu taxtamizni pachkani ichlari ham behijolat, chiroyli, donali. Pachkani ichini ochib, xudo xolasa ko'rsatib beramiz. Holati zo'r, sifatlari a'lo darajada. Xudo xolasa ichida aybi nuqsoni bor, chiqmaydi. Ko'rishinglar mumkin. Keyin ko'pchilik so'rashadi, bu shpuntlari bir-biriga qana tushadi, tushishga qiynatmaydimi deb. Xudo xolasa shpuntlari tushishga qiynatmaydi. Xudo xolasa bir-biriga tushgan holati zo'r. Tushganda ham zazavor bo'lib past baland bo'lmaydi. Keyin sal mana bir tarafdan chuqurroq ochilgan, mana taxta bir-biriga kirganda tegib qolib, mana orasi ochilib zazavor bo'lmasligi uchun ozgina zashita qo'yilgan. Keyin buni mabodo mana orasidan ham miq ursa bo'ladi. O'shani hisobiga sal chuqurroq ochilgan. Ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa taxtamiz sifati a'lo darajada, randalari ham idealni, chiroyli chiqqan. Xudo xolasa kim kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqib zakaz berishinglar mumkin. Bu taxtamiz xudo xolasa tagi serob, ertaga yana tushadi. Kim kerak bo'lsa aloqa chiqsani, xudo xolasa eshiklarni bitkazib beramiz. Hop, bu taxtamiz donasini 61 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa dastavkalarimiz bor. Hamma joyga iloji boricha yetkazib beramiz kelishilgan holatda. Manzilimiz Namangan shahar, Shamshiboy taxta bozori. Joylarimiz 2-darvozadan kirganda 3-yo'lning boshida 576, 577-joy. Telefon nomerimiz 91 361 0203. Shu nomerimizda WhatsApp, Telegram, imo, xudo xolasa hammasi bor. Musofirdagi akalar ham bemalol telefon qilib zakaz berishinglar mumkin. Taxta uyini yetib borib, uydagilar ko'rib qabul qilib olishgandan keyin pul berasizlar. Xudo xolasa oldindan to'lov olmaymiz. Taxta yoqib, uydagilarga yoqdi deysa, keyin shopirdan pulini berib yuborasizlar. Kim kerak bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Lagali, boshqa mahsulotlar ham bor, strapl, kimga nima kerak bo'lsa, xudo xolasa ishinglarni bitkazib beramiz, chiroyli, sifatli qilib. Bemalol telefon qilib zakaz berishinglar mumkin.